Shoshib turgan edim, ko'chaga chiqsam bir taksi shunday oldimga kelib to'xtadi-da, ichidagi yo'lovchini tushirdi. Darrovda haydovchiga yuzlanib boradigan manzilimni aytib, issig'ida qancha bo'lishini so'radim. U o'tiring dedi, savdolashmay. Ichimda savdolashmadimi, endi o'zidan ko'rsin dedim-da mashinaga o'tirdim. U nimagadir to'lib turgan ekan, yurish bilan o'z-o'zidan gap boshlab qoldi. Klientlar ham har xil bo'ladi-da, hozirgi odam mashinaga chiqqandan tushguncha qo'lida tasbih o'girib, odamlar undoq bo'lib ketdi, bundoq bo'lib ketdi, noshukur, besabr deb oxiri yo'l haqqini yarmini berib tushib ketdi. Deydi-yo, qilgani nima bo'ldi-yu, meni nonimni yarimta qilib tushib ketgani nima bo'ldi? Voy, nomardi deb menga qarab qo'ydi. Taksichilarni bilib qolganman, gap berib, gap olishni yaxshi ko'rishadi. Shu bilan sal bo'lsa ham charchoqlari chiqib, yo'lning tanobi tortiladi-da. Xafa bo'lmang, qo'liga tasbih ushlagan har bir odam avliyo bo'lib qolmaydi. Bunaqalar o'zlari besabr-u sabrdan, noshukur shukurdan dars berishadi. Birovning haqqiga xiyonat qilma deyishadi-yu, o'zlari xiyonat qilishadi. Unday odamlarda eng zaruri zikr bo'lmaydi. Ha, zikrda gap ko'p. U menga a degandek qarab qo'ydi. Nazarimda siz aytgan zikr qanaqa bo'ladi demoqchi bo'ldi shekilli. Har qalay menga shunday tuyuldi. Aslida